Bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzumiz demak suvni tejash. Inson uchun, umuman tirik organizm uchun juda ham kerakli bo'ladigan nima bu? Suv. Demak, bugun biz sizlar bilan ana shu suvni qanday tejash kerakligi haqida nima qilamiz, gaplashamiz. Endi qarang, mana shu biz ichadigan suvimiz to'rtdan 3 qismi suvni, bir qismi esa nimani tashkil qiladi? Quruqlikni tashkil qiladi. Suvni ichishimiz uchun nima qilinadi? Suvlar tozalanadi. Keyin esa ichish uchun nima qilinadi? Xalqqa jo'natiladi. Demak, to'g'ri bo'lyaptimi bolajonlar? Qani qaranglarchi. Demak, mana shu tomchilar bo'lsa ham nima bo'lyapti? Ana shu ichimlik suvimizni qanday qilib tejashimiz haqida bittada rasm chizamiz. Qani hamma o'zi ko'nglida qanday qilib suvni tejashimiz kerak? Qani rasm chizamiz. Boshladik. Chizaveringlar. Suvni tejash shunchaki maslahat emas, majburiyat. Isrof bo'ladi. Tomchilayotgan suvning ovozi ertaga suvni bexato sarflagan har bir so'mga kelajakda o'g'il chunki suv ijtimoiy maishiy hayotning suvni tejash bitta chizsak bo'ldi, bitta chizsak. mamlakatimizning Rasm qilib suv bo'lmasa nima bo'lmaydi? Hayot bo'lmaydi. Ismingiz nima sizning? Asal. Asal. Asal nima chizdingiz hozir? Men suvni asrash haqida rasm chizdim. Qanday asralinyapti bu yerda suv? Tejalyapti ya'ni. Bu yerda suv tejalmayapti. Jo'mrakdan mana bu yoq teshilib qolgan. Bu yerdan suv oqyapti. Bu yerda esa jo'mrak ochib qolib tomchilayapti. Demak, buzilib qolgan jo'mrak suratini chizdingiz, to'g'rimi? Xo'p, chizib bo'lmagan bo'lsangiz ham. Bu 2025-yil suvlar oqib turibdi. 2030-yilga kelganda hamma joy qurib boshlaydi. Shuning uchun qora rangdami? Qora rangda chizdim. Gap yo'q. Men suvda bir ko'lga oqayotganini chizdim. Shu suv shunday qilib isrof bo'ladi. Ismingiz nima sizning? Meni ismim Odina. Odinaxon, nima chizdingiz? Men bu yerda suvni isrof bo'layotganini va bu yerda suvni tejash mavzusida rasm chizyapman. Suvda Asrash uchun ziyon qilish anosini chizdim. Suv ochiq qolib ketyapti, keragini olib o'chirmayapti. Hozir suvda chelakdag'o bo'ldida, keyin o'chirmay ketdi. Siz ham shunaqa surat chizdingiz, a? Demak, boshqa sinfdoshlaringiz singari aynan yuqorida o'tildi mavzu. Aynan jo'mraklar ochiq qolgan holatda ichimlik suvi isrof bo'lyapti. Qizimizning ismlari nima ekan? Asaloy. Asaloy, nima rasm chizdingiz? Yerni va suvni tejaylik. Juda ham zo'r. Mana boshqacha yondashiblar. Asaloy, Men dunyoda ozgina suv qolganda shu stakanga yetadigan suv rasmini chizdim. Bunda kranni ochiq qoldirib ketgani uchun suv isrof bo'lyapti. juda ham to'g'ri. Ismingiz nima? G'aforbek. G'aforbek, sizniki? Akbarshoh. Akbarshoh. Juda ham zo'r. Bir-biriga o'xshamaydi, a? Chizgan suratinglar. Izoh beramizmi suratga? Ya'ni yer sharida ichimlik suvi tugab boryapti, to'g'rimi? Shunaqami? Yaxshi. Ochiq qolib ketgan. Ochiq qolib ketgan va isrof bo'lyapti suv, to'g'rimi? Bu qizimizning ismlari? Mahliyo. Mahliyoxon, siz ham demak buzilib qolgan jo'mrakni suratini chizyapsiz, to'g'rimi? Suvni isrof qilmaslik mavzusida bunisida suvni isrof qilyapti, bunisida suvni isrof qilyapti. Juda ham to'g'ri. Biz bugun suvni tejashlik mavzusida rasm chizdik. Men suvni bo'yicha rasm chizdim. Suvni tejaylik, ya'ni yer shari va yer sharidagi suvlar tejalmaganligi sababli siz mana bu yerga jo'mrak qo'ygansiz, to'g'rimi? Ko'pchilik singari juda ham yaxshi.
pitsa. Xo'sh, Mizaxon, nima so'raysiz? Bittasida suvni tejash, ikkinchisida tejamashlik. Kranni ochib qoldirgan, buni yopib qo'yib. Ha, mana. Sayyorasidan suv tushayotganini rasmini chizdim. Tushunarli. Yerdan krandan suv oqishini chizdim. Yerdan Suv oqishini chizdim. Suvni tejash barchamizni burchimiz. barchamizni burchimiz. Yashang. Bugun men suvni tejashni o'rgandim. Suvni kran ochiq qolib ketsa, yopib qo'yishimiz kerak. Masalan, jo'mraklar ochiq qolsa yopib qo'yish kerak. Shlankalar teshilsa, kattalarga aytib, yamatishimiz kerak bo'ladi. Dugonamga borganda hovlilarda ishlar bo'layotganini ko'rganman. Keyin yopib qo'y deganman. Demak, jo'mraklarni yopib qo'yish kerak. Birinchi suv olish kerak. Suv olgandan keyin yopib qo'yib ishlatish kerak. Suvni tejashni o'rgandik. Behudaga suvni ishlatmasligimiz kerak. Paqirlarni to'ldirib bo'lgandan keyin kranni yopib qo'yish kerak. Qayerlarda ko'rgansiz ichimlik suvi isrof bo'layotganini? Hovlilarda ko'rganman. Suvni to'ldirib bo'lgandan keyin ochib qo'yaveradi. Keyin tish yuvayotganda ham jo'mrakni ochib qo'yadi, tishini yuvib bo'lgandan keyin yopmaydi. Suvni behudaga ishlatmasligimiz kerak. Asilbek, bugungi darsda nimalar o'tdingiz? Nima o'rgandingiz? Tishlarimizni yuvayotganda alohida idishga olib keyin yuvishimiz kerak ekan. Kirlarni yuvayotganda tog'orani to'ldirib olib, kranni jo'mragini yopib qo'yib, keyin kirlarni ham yuvish kerak ekan. Daraxtlarni nima bilan sug'orishimiz kerak? Daraxtlarni chelak bilan sug'orib bo'lib, kranni jo'mragini yopib qo'yishimiz kerak. Suvni tejashni va suvni ko'p insonlar ana suvni kranlarni ochib qo'yib 2030-yillarga kelib hamma joy qurib boshlaydi. Shuning uchun ham iltimos hamma insonlar suv tejashini so'rab qolaman.